darrov qaytib keldim 5 kun deganga manam. Men shu yerga bir davolanmasam bo'lmaydi manam dedimda, xo'jayinim bilan keldim. Assalomu alaykum hamshaharlar. Mana men xo'jayinim bilan 5 kun bo'ldi. Mana shu Vohir med klinikasiga keldik. Doktorlar juda ham yaxshi. Men bularni davosidan yaxshi qoniqarli nima oldim. Mana 5 kun bo'ldi, boshim og'rib keldi. Yaxshi, bugun juda o'zimni yaxshi his qilaman. Nevropatolog Mirshod Halilovga, yurak kardiolog Samadov Norbekga o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Kattakon rahmat doktorlarimiz boriga shukr. Mana shunday sharoitlar qilib bergan mana shu klinikani egalariga ham kattakon rahmat aytaman. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin, sog' salomat bo'lsinlar, elimizni, yurtimizni baxtiga shular sog' bo'lsin. Mana shunday sharoitlar hech joyga yo'q bunday sharoitlar. Men hamshaharlarimga faqat kelinglar, mana shu yerga davolanib ketinglar deb aytaman-da. Bir 5-6 kun oldin bitta dugonam yotuvdi shu yerga, ko'rgani keldimda havasim kelib ketdi-da. Darrov qaytib keldim 5 kun deganga manam. Men shu yerga bir davolanmasam bo'lmaydi manam dedimda, xo'jayinim bilan keldim. Mana yaxshi davolanib o'tiribmiz, Xudoga shukr. Hamshiralar yaxshi, hamma sharoitlari yaxshi, oziq-ovqatlar hammasi, fizioterapiyalar hammasidan minnatdormiz.